Eron bo'ylab sayohatimizni davom ettiryapmiz. Keyingi manzilimiz Kaspiy dengizi. Kaspiy dengizi Tehrondan chamasi 4-5 soatlik yo'l. Asosiy maqsadimiz o'sha Kaspiy dengizini ko'rish. Kaspiy dengizi bo'yida bitta villani arendaga olib, bir kechaga narxlar bilan, sharoitlar bilan tanishish. Agar o'zbek sayyohlari o'sha Kaspiy dengiziga Eron tarafidan keladigan bo'lsa, qanchaga tushishi mumkin va burchmulla yoki bochka bilan dacha narxlarini solishtirish. Qani ketdik. Hozir biz Kaspiy dengiziga bo'lgan sayohatimizni davom ettiryapmiz. Aytib o'tganimizdek, Tehrondan toki Kaspiy dengizigacha bo'lgan masofa 5 soatlik yo'lni tashkil qiladi. Yo'l yo'lakay Eronning shimoliy tog' tizmalaridan to'liq kesib o'tishga to'g'ri kelar ekan. Biz shunaqa tog' tizmalarini biridamiz hozir. Bu tog' tizmasi Ramsar tog' tizmasi hisoblanadi. Juda ham tikka balandlikka tepaga chiqib ketgan. Bu yog'i mana o'rmonga qo'shilib ketgan. O'rmon tugashi bilan kichkina shaharcha boshlanadi, Ramsar shaharchasi boshlanadi va undan keyin Kaspiy dengiziga ulanib ketadi. Bu joyda eng katta plyuslardan bittasi Shvetsariya tog'lariga o'xshaydi. Rasmga tushish uchun, manzaradan bahra olish uchun juda ajoyib joy. Juda ham chiroyli joy. Ozgina xavf-xatar mavzusida to'xtalib o'tishimiz kerak. O'sha kanatkadan chiqish jarayonimizda ozgina chayqalishlar yoki noxush holatlar bo'ldi desak bo'ladi. O'zi chiqishimizdan oldin kanatkalar haqida so'raganimizda qayerda ishlab chiqarilganligi haqida Shvetsariya yoki Italiya deb javob berishdi. Bunga sal shubhalandik. O'zi to'g'risi Shvetsariya yoki Italiyada ishlab chiqarilganiga xavfsizlik masalasini yana bir tekshirishinglarga to'g'ri keladi, agar keladigan bo'lsanglar. Lekin shunga arziydimi deb savol bersanglar, arziydi albatta. Chunki bu manzaraga hech narsani almashtirib bo'lmaydi. Eron bizni hayratlantirishdan hali ham to'xtamayapti. Hozir mana yo'l-yo'lakay oddiy bir restoranda to'xtadik. Bilmadim, bunaqa manzarani faqat kinolarda ko'rish mumkin. O'zingizlar baho berishinglar uchun imkon beramiz. Hozir bu nima narsa deb so'ragandik, o'zi javob bermadi. Oldin yegin, keyin aytaman nimaligini dedi. You need more pepper. It is so bad. Ta'mini hech narsa bilan solishtirib bo'lmaydi o'zimizda. Hozir bu yoqda go'sht, sabzavotlar va tuxum bor ekan. Rostdan qanaqadir boshqa Marsdan chiqqan ovqatga o'xshaydi, lekin juda ham shirin. Bizda hech qaysi ovqatga o'xshamaydi rostdan. Yo'l-yo'lakay diqqatimiz tortgan narsa mana bunaqa choy ichadigan joylar. Katta choyni qo'yib qo'yishib, choyningda har doim qaynoq suv bo'ladi. Kim yo'lda to'xtasa, choy damlab berib anaqa qilishar ekan. Hozir Makka jo'xori buyurtma qildik. Hozir qilib beradi. Mana olovda o'zida yovvoyi sharoitlar deydi-yu, xuddi shunaqa tog'dagi yovvoyi sharoitlar.
Ta'mi qanaqadir yovvoyi shirin ta'm bo'ladi-yu. Shu cho'g'ni ta'mi keladi, lekin makka jo'xori bilmam, boshqacha. O'zidan boshqacha. Zo'r. Bu yerda faqat choy ichish emas, balki chilim deymizmi? Chilim chakib o'tirsa ham bo'lar ekan o'zi. Kompotli, bonkalar yopilgan, qanaqadir yog'li, qo'lbola asal, murabboli, shunaqa narsalar sotishar ekan o'zi asosan. Bu tog'dagi mahalliy aholini daromadi mana bunaqa apelsinlardan ekan. Chunki yo'l-yo'lakay hammani hovlisida ham, o'rmonlarning ichida ham, ko'chalarda ham mandarin daraxti. Erondagi eng ko'p yuk tashuvchi mini gruzovoy deymizmi? Mana shu mashina bo'ladi. Eski 70-80-yillarni eslatib yuboradi. Mana. Zomiyat ekan, zamiyat. Kaspiy dengizidagi villamizga yetib keldik. Villaga kirishdan oldin bozorlik qilib olish kerak bo'ladi, sababi bu yoqda hech kim ovqat qilib bermaydi bizga. Baliq chiroyligini qara. Xo'p, bozorlik qilib oldik. Endi villaga ketyapmiz. Do'stlar, biz va nihoyat Kaspiy dengiziga yetib keldik. Hozir Kaspiy dengizi bo'yidagi villadamiz. Bu villani bir kunga arendaga oldik. Xo'p, kiraverishda kravatlar, kamin, bilyard, oshxona bor. Umumiy 4 taga yaqin yotoqxona bor. Bu birinchi yotoqxona. Bu yotoqxonada 2 ta yotadigan joy bor va to'g'rida kattalar uchun 2 ta yotoqxona bor bu yerda. Bittasi bu va ikkinchisi mana bu. 3 ta katta oila bemalol sig'ishi mumkin. Xo'p, ikkinchi etajga chiqamiz endi. Ikkinchi etajda ham alohida oshxonasi, alohida o'tirib gaplashadigan, suhbat qiladigan dam olish xonasi va ovqatlanish stoli, kattalar yotoqxonasi bor. Eng shirin joyi deymizmi, shokolad joyi deymizmi? Mana bu yerda yashiringan. Aynan mana shu devorning narigi tarafi eng shirin joyi. Hozir mana ovozini eshityapsizlar. To'lqinlarning ovozi eshitilyapti hozir. Bu joyni ertalabga qoldiramiz. Sababi hozir biz juda kech yetib keldik. Lekin eng qadrli va qimmatli joyi bu dachani mana shu devorning narigi tarafi hisoblanadi. Ketdik endi bir hovlini ham ko'rsatamiz, nimalar borligini. Bu yerda barbekyu, shashlik, kaboblar qilish uchun alohida joy, o'tirish uchun yozgi terrasasi, bu yerda basseyn, issiq qaynoq bo'lib turibdi va eng yana bitta ajoyib joyi jakuzi bor. Suv qaynab turibdi va albatta yoqimli, zo'r. Va aytib o'tganimizdek bu tomonni ana kechirim multigida tong otsa hammasini ko'rsatamiz deydi-ku. Tong otganda birinchi navbatda mana shu tomonni ko'rsatamiz. Narxlar masalasida albatta sizlarni ajablantiradi deb o'ylaymiz narxlari. Keling, u narsani oxiriga qoldiramiz. Oxirida beramiz narxlarini o'zingiz hisoblab, Burchmulla yoki Bochka boshqa joy bilan, Toshkent bilan solishtirib ko'rsangiz bo'ladi bemalol. Baribir bu dachani kunduzgi ko'rinishi boshqacha. Shu aytib o'tganimizdek bu tarafda shashlik, barbekyular qilish uchun imkoniyat, qaynoq bo'lib turadigan basseyn va albatta jakuzi.
Eng zo'r tarafi jakuzidan turib Kaspiy dengizini tomosha qilsangiz bo'ladi. Aynan mana shunaqa qaynab turgan jakuzi, mana bunaqa chiroyli manzara ko'proq erkaklarga yoqqan bo'lardi deb o'ylayman. Bizga eng yoqqan joylardan bittasi bu villani o'zini kichkinagina noodatiy bog'i borligida. Egasidan ruxsat olganmiz. O'zi anaqa qildi, bemalol mandarin olib tatib ko'rsanglar bo'ladi-da. Hech daraxt o'zidan mandarin olib yeb ko'rganmisiz? Bizda mana shunaqa imkoniyat paydo bo'ldi. Eronga bo'lgan sayohatimiz davomida bir vaqt o'zida okean, Fors ko'rfazi va Kaspiy dengizini ko'rishni niyat qilgandik. Mana niyatimizga erishdik. Eron bir vaqtda o'zida bitta fasldan ikkinchi faslga sayohat qilish imkoniyatini beradigan davlat. Xo'p, endi narxlarga keladigan bo'lsak, villamizning narxlariga keladigan bo'lsak, bir kunlik narxi $130. Adashmadim do'stlar. Rostdan ham $130 bir kechaga. Endi o'zingizlar burchmulda yoki bochka bilan bemalol solishtirib olsanglar bo'ladi narxlarni. Puliga arziydi deb o'ylayman. O'zi pullarini yana ham qiziqqanimizda nima uchun bunaqa arzon deganimizda o'sha o'rtog'imiz yo'q bu arzon, Eron uchun bu arzon narxlar hisoblanmaydi dedi. O'zi narxlar taxminan mana shu Kaspiy dengizi bo'yida barchasi villalar ketgan. Narxi $50 dan boshlanib tepaga chiqib ketaveradi dedi. Aynan biz qolgan villa Kaspiy dengiziga juda yaqin masofasi bilan ustunlik berar ekan bu villa. Kecha bozorlik qildik, taxminan 40 yoki $45 da uch xil go'sht, ichimliklar, mayda chuyda, chaqchuqqa o'xshagan narsalar, bir katta bozorlik bir dachaga chiqqanda nima kerak bo'lsa hammasini oldik. O'sha $45 xarajat qildik. Yana yo'lga kelish uchun aynan o'sha arendaga olgan mashinamizni narxi taxminan $45 ham, $40-45 atrofida. Agar qo'shadigan bo'lsak, taxminan $220 ga tushadi. Tehrondan turib bu yoqqa kelguningizcha. Shuni ham aytib ketishimiz kerak. Bu albatta kim sizlarni olib kelishiga bog'liq. Agar gid olib keladigan bo'lsa, misol uchun yana $200 qo'shilishi mumkin. Ya'ni sizlar bilan birga yuradi, sizlarga yordam beradi. Toshkentdan to Erongacha, Tehrongacha bo'lgan samolyot chipta narxi o'sha aytib o'tganimizda $200-220 da tashkil qiladi. Endi o'zingizlar hisoblab ko'raveringlar. Bu yoqda eng asosiy xarajat chiptalarga ketadi desak to'g'ri bo'ladi. $200 bo'lganda ham $400, misol uchun $400 da 3 ga ko'paytirsak, agar 3 ta o'rtoq kelsa, chunki biz hozir xarajatlarni 3 kishiga qilyapmiz, asosan $1200 plus $220 da qo'shadigan bo'lsak, $1420. $1420 ga misol uchun qanchalik arziydi Toshkentdan kelib dam olishga yoki olmaslikka, bu narsani o'zingizlarga qoldiramiz. Sababi biz uchun manfaatli bo'ldi. Aynan mana shunaqa safar qilib kelib tomosha qilishimizga manfaatli bo'ldi. Bizga ko'proq aynan mana shu manzara kerak edi. Sizlarga ham ko'proq tomosha qilish imkoniyatini beramiz. Aytgancha, daraxtdan to'g'ridan-to'g'ri olgan mandarinni ochib ko'rsatamiz, qanaqa bo'lishini. Oddiy mandarinu, lekin sochniy bo'lib turibdi mandarin. Do'stlar, ta'mi dahshat. Maslahat beraman, agar bu joylarga keladigan bo'lsanglar, hozir ko'p yillarga e'tibor berdik. Bog'ini o'rtasida yoki chekka qismida mandarin ekib qo'ygan. Albatta, egasidan ruxsat so'rab yeb ko'ringlar. Aynan daraxtdan uzib yeganda bu ta'mi boshqacha bo'lar ekan o'zi.